Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 2026-yil 25-iyun. Bugun yana mana Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hoji akam xonadoniga keldik. Mana Hoji akamning o'zlari, uzumlari mana rang pishib qoldi. Assalomu alaykum Hoji aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Shu bizning anaqamiz yo'q, operatorimiz yo'q, biz operator xalq qiyinroq bo'lyapti. Hoji aka, uzumlarimiz o'sha yillar o'tgan safar ko'rganimiz mana o'sha ancha pishib qorayib qolibdi. Uzishga ham tayyor bo'lib qolibdi shekilli, Hoji aka. Ha, uzishga tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum, Sharifjon obunachilar, hammalar sog'misizlar? Xayrli tong hammalarga. Mana Sharifjon ukamiz yana keldi bugun bizga mehmon. Baholasa mana rivoj uzori-ya. Ha, qarang. Holatini ham ko'raylik-chi. Mana uzumlar. Yonida mana rizomatlar ham rang olib qolishni boshlabdi mana. Rang olishni boshlabdi mana. Rizomatlar ham. Mana. Oh. Endi qushlar ham yeyishni boshladi, yeyapti. Qushlar hali ham qushlar Oltiariqda kam ekan. Bizda juda ko'p yeyapti. Qushlar. Qushlar ancha tegayapti. Qushlar birinchi tatib beradi-da bizga. Qishda yemaysizlarmi deydi-da. Boshlab beradi-deng. Keyin biz nima qilamiz? Mana endi bu necha opto xomtayni ko'proq ochib yuborganmiz, opto urgan necha buni. Bu voshlari 800 gram 1 kiloga Shunaqa. boradi shekilli. Mana yeb ko'ring mazasini ham. Qani? Yerikligi yaxshi. Qattiqligi ham, doni ham yaxshi ekan, lekin donlari kattaligi yaxshi. Yaxshi. Ta'mi haligi gilos ta'mini beradi deydi, shu uzumda to'g'rimi? Yilda. Shunaqa. Men o'zimda yo'q, lekin mana yil endi ko'paytirdim ya. Bismillah. Mana do'stlar. Oq doira hosil qilgan. Hosilida ham mana qattiqligini nishonatib, qattiqligi yaxshi. Yeganingizda kasillaydi. Keyin buni qo'hmay yeyorasiz. Ikki marta dori sachilgan, boshqa dori sachilgan yo'q. Hali buni kasalligiga qaraganimiz yo'q. Bu odamlarga asosan kelib yegani, ko'rgazmaga. Dori ko'p sochmaganmisiz? Yo'q, sovg'aga. Mehmonlarga kelganlarga. Mana shu xonadonimiz mehmonlar uchun qachonki kim kelsa mana shu xonadonda mana mehmonxona. Hoji akamning o'zlarida mehmonxonasi o'zlarida mana. Bemalol kirib, bemalol damni olib, hamma sharoitlar bor. Uzumlarni ko'rsangiz maza qilasiz, mana uzumlar. Bular hammasi yillar oxirigacha. Hoji aka? Orqa tomondagisi rizomat. Bu narigi bog'ni qachon ko'ramiz endi? Hozir. Haligi bitta yangi sort bor deb eshitdim sizdan, Hoji aka. 100 fota. Endi biz o'zi Yevropadan olganmiz qalamchalar. Bularning ichida bitta nav keldi. Buni biz telefon qilib shunaqa endi seleksionerlarda bo'ladi-ku. Aralashib qoldi. Nomi yo'q qolgandi. Desak, nomini to'g'ri berisha olmadi, keyin o'zimizni otamizni otini qo'yib qo'ydik. 100 fota deb. 100 fota deb hozir ko'rasiz. Lekin yaxshi, 100 fota. Endi nima qilamiz endi? Erta pishar rizomat otadan ham oldin pishar ekan. Rizomat otadan ham oldin pishadi. Bo'ldi, nima qilamiz? Ko'ramizmi buni? Ko'ramiz. Avtograf Kalugin mana do'stlar. Hoji aka, avtograf bu? Qarang, uka. Biz avtograf Kaluginda men ko'p olganman qalamchasidan. Keyin bu seleksionerlardan endi promoy kelganmi, o'rtada bitta odam bo'lgan-da. Qarang. Bu men o'z mana shu navda olganman. Keyin bu navdi ichidan qarang, mana ular chiqib qoldi mana. Mana qarang. Boya aytganingiz 100 fota. 100 fota. Keyin ana ochingchi buni. Men anaqa telefon qilib, ovozli xabar bilan videolarni tashladim, meni aldamanglar, shunaqa nav chiqdi desam, javob berishmadi. Qarang. Buni qarang, chiroyli ekan. Don yirikligini qarang. Doni o'ta yirik ekan. Qarang.
20 gram bor-u bu donni og'irligi. O'lchab ko'rmadingizmi? Yo'q, o'lchaganimiz yo'q Sharifjon. Bandini ham qattiqligini qarang. Uzish ham qiyin. Uzish ham qiyin. Mana mazasini ham o'zingiz yeb ko'ring, qarsillab oling. Buni qattiqligini ko'ring. Do'stlar, mana qarang, kattaligini qarang donni. Mana men Juda doni boshmalda o'ta yirik. men boshmalda ham bunday qilaylik mana. O'ta yirik don. Yirikligi hozirgi paytda Eshitilayotgan bo'lsa, do'stlar, karsillashini qarang mana. O'ta ham yirik, ham juda qattiq uzum, karsillaydi. bu menimcha shu Kaluginni mana shu avtograf yaratayotganda bilmayman, shu ertatali birinchi qalamchalarni endi ko'proq olgan biz bo'ldikda, qarang. Qarang, bu chatishib qolganmi yo o'sha bu bitta nav yaratganda har xil nav ko'p chiqadi deydi. Men Bu qarang axir. keyin buni nomini to'g'ri berisholmadi menga. Keyin Yusuf ota deb o'zimizni Rizamat otani, Rizamat otadan hozir Rizamat otaga shuni solishtirib ko'ramiz hozir. Rizamat ota bor shu yerda. Men yerda ham borsa Kalugin. Mana Kalugina bu ham. Boshladingizmi? Boshladik mana. Yirik. Kalugina o'zi doni juda yirik bo'ladi. Rizamatimiz qayerda? Va Rizamat bilan bir solishtiramizmi, hoji aka? Assalomu alaykum. Uzum ishqibozlari hammalaringdan avvalo nima deydi? To'g'ri qabul qilishlaringni xohlayman. Bu taqqoslash. Bu uzumni yomonlash, bu uzumni yaxshilash emas. Mana bular Rizamat otalarimiz. Rizamat otalarimiz mana. Bu o'sha bizga kelib qolgan nomsiz yangi navda endi. Hozir ko'rsatganimiz mana Rizamat otalarimiz mana. Mana Rizamat otalarimiz mana menda endi qizaryapti mana. 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 Buni qarang do'stlar. Buni 2 barobar katta. qarang Sharifjon. Buni kelganidan-chi biz juda xursandmiz. Nimaga siz bunaqa erta pishar? Mana shu bitta bog'im mana. Orasi qarang bir 50 metr ham bu 50 metr deng. 50 metr. 50 metr oralig'ida, naryoqda bu bog'da. Qarang, bu xudo xolasa xalqimizga Rizamat otalar pishguncha dasturxonini to'ldirib, xudo xolasa xalqimizda xursand qilib turadigan narsa bu. O'ta yirik. Rangi ham chiroyli ekan. To'q qizilmi? Siyoh rangi ham to'q qizil. O'ta katta doniga havas qilib, doni juda yirik ekan buni. Endi mana Rizamatlarimiz ham hozir bachkana bas hozir. Rizamat ham hozir videoda shunaqa ko'rinyapti. Bu ham doni yirik. Lekin undan-da yirik bu hozirgi. Mana yangi nomlagan Yusuf ota sorti. Nava. O'ta yirik. Bular hammasi bu yerdagi Rizamatda? Rizamat ota mana shu otaman oxirigacha Rizamat ota. Do'stlar ko'rib mazza qilyapman. Men ham mazza qilyapman bu bog'larni tomosha qilib. Sharifjon. Bu Rozoviy Karol. Rozoviy Karol. Buni haqiqatan yirik degan, hali bu boshlari to'lib sig'may ketadi, qarang. Mana yiriklashni boshlagan o'zi. Lekin Rozoviy Karol ham buni oldida hech narsa. Bu Rozoviy Karol ham bu darajaga yetib boradimi yo'qmi? Yo'qmi, shunaqa. Nonni qarang kattaligini. Lekin Rozoviy Karol ham bu ham qizil bo'ladi, Rozoviy Karol. Qizil. Mana xuddi shuna rangi shunday bo'ladi. Shuna bo'ladi kechki. Men buni ertagiligiga qiziqdim. Juda erta pishar ekan. Assalomu alaykum uzum ishqibozlari. Bu Maltik Spalchik uzumimiz. Bu ham pishdi. Sharifjon, bu ham pishdimi? Bundan hozir sizga bir dona olib berayman, mazasini ko'ring. Pishib qoldimi bu ham? Yeb ko'ring mazasini. Mana donlar. Yirikligi 4 sm bor. Ozgina bor ekan. Bunda endi olmani ta'mi bor-da. Lekin doni o'ta yirik, haqiqatan men qarang. Donlari zo'r. Endi bu qarovsiz. Mana tagiga mana haydasak tomir uzilib qolib charchab qo'yapti. Uzun haydamay ham qo'ydi. Tagini haydatmay qo'ydi, traktorda. O'zi aka mana shu tagini haydash noto'g'ri narsa deydi, to'g'rimi? Chunki mana qarang, haydasa bo'ladi, allaqaqa turpoqli yerlarda bo'ladi. Bu tagi shog'ol-ku, yer betida uzum buzib qo'yapti.
tomirini qarang. Endi keyingilarimiz mana tornado. Bu tornadomiz yirik bo'lgan o'tgan edi. Mana shu holatga yetgan. O'tgan, ha? Ha, bundan ilcha-picha o'tgan. Lekin tornado ham bu uzumni oldida ikkinchi darajalikka chiqdi. Mana bu yerda yirigi bor ekan hoji aka, mana. Ha, mana tornado, qarang. Bu tornado yana yiriklashadi mana. Ko'ryapsizmi? Endi bu uzumlarimizga to'g'risi qarayolganimiz yo'q. Pastda ishlar bilan, pastda bog'lar bilan bo'ldi mana. Endi solishtiryapmanki, uzumchilar uzum payvand qilishda nima deydi? Hali ularga qo'llanmami bir bilimda bu. Qarang. Bu shelkovichni. Shelkovichni. Ammo bu ta'miga ancha-muncha uzum yetolmaydi. Ta'm o'ta shirinmikan? Ta'mi zo'r. Lekin bu ham mashinga boradi, yirikligi. Bu ham yirik donlimi? Ha, tornado ham mana undan jicha-picha o'tishi mumkin. Lekin mana shelkovichni mashinga boradi. Zo'r uzum bu haqiqiy. Buni endi hoji aka bu Yusuf otani endi buni hammasini aniqlik kiritish kerak. Shakar miqdorlarini ham bir o'lchab ko'rish kerak ekanda. Ana endi pishga kelibdi. Mana qarang, shelkovichni ham mana shunaqa yirik bo'lib ketadi. To'g'ri, shelkovichniki ham ancha yirik ekan. Ha. Jicha baribir kechkiroq ekan-da. Buni ona Qattiqligi yaxshi. Qattiqligi. Qattiqligi zo'r. Mana do'stlar. Endi bu hozir bu ikkinchi darajali bog' bo'lib qoldi. Bizga pastda bog' bilan ovora bo'lib qoldi betlarga. Keyin bu uzumlarda sotilmaydi. Ekskursiya shu keyin mehmonlarga. Mana bu uzumlarimizni tashti 3 yil, 4 yildan baqa sotilmaydi. Ekskursiya. Mana katta yo'lni bo'yi, Chimyon. Mana shu o'ng tomonga mana, o'ng tomonga Chimyonga chiqib ketiladi. Mana bunday mana shu yerda Qapchig'ay kurugi. Shu Qapchig'ay kurugidan Chimyon, ha, Chimyon yo'liga yursa 100 metrdan keyin o'ngga buriladi. Mana shu birinchi ko'chadan kiriladi. Kim agar Oltiariqqa kelib qolsa, bemalol mana Chimyonni yo'lida yurganingizda Qapchig'ay kurugidan o'tgandan keyin hoji akamning bog'lari bemalol kirib mana qarang bog'da. Bu qanaqangi nom bunisi? Rang oqda. Alyans. Alyans juda ham shirin narsa. Demakchi rang oq qopti lekin. Buni bitta mazasini ko'ring-da. Mana. Pishyapti, lekin bu mazasiga gap yo'q. Qizarishi bilan mazza kirib qoladi. Mana mazasi ancha yaxshi ekan buni, Alyans. Lekin bularda ham hoji aka hammasini ta'mi ham yaxshi, qattiqligi ham yaxshi ekan. Bu qaysi sort mana bu? Dubovskiy. Hoji aka? Yo'q, Joker bu. Ha, Jokermi? Ha, Joker. Qarang mana, rosa mevani zo'r qilgan. Jokerimizni qarang. Jokerdan bosh katta bo'lar ekan, ha? Bosh katta, zo'r narsa bu ham. Jokerdan ham bitta uzayta mana. Endi Jokerimiz mana qarang. Jokerning uzunligi pastda uzunroq bo'lyapti. Lekin Jokerdan ham tiniqda nima? Juda yo'g'on. Yeb ko'ringchi Jokerni. Do'stlar, mazza mana. Bog'. Uzumlar mana tayyor. Bunisi qanaqa? Bu ham mana. Preobrazение shu mana. Preobrazение. Hamma qiziqadigan. Hamma qiziqayotgan preobrazение mana shu mana. Preobrazение bilan ham solishtiraylik mana. Mana. Bu ham hozir hazil donmasmi u ham? Bu preobrazение qizaradi, ha? Ha, keyin tursa qizaradi. Mana, misol mana qarang-da mana. Mana shunaqa rang kiradi bunga ham preobrazeniyalarga mana. Ha, mana bunaqangi. Endi bu tana ham kichkina-da qarang. Tana o'ta kichkina. Yumishga. Charchagan tanalarda endi bular mana. Mana shuni preobrazeniya bitta mazasini ko'ringchi. Preobrazение. Men degustator, siz o'yisda endi ha. Qanaqa shunday. Bismillah. Lekin preobrazение sal yumshoqroq ekan bunga qaraganda. Ha, yumshoq. Endi mana shular ham mana
Bu qaysi sort bu? Bu ham joker bular. Joker. Nima bo'ladi-ku, anaqa anjuman. Ha. Bu hammasi mana shu anjuman kuni ochiladi bular. Xudo xolasa. Xudo xolasa o'sha kelgan Mehmonlarga. ekskursiyachilarga hech kim tegmay turadi. Kelgan mehmonlarga mana shular ochib bir qator Unda ta'mi ham juda boshqacha bo'lib ketadi. asal bo'ladi, asal. Mana xeloyinlar, do'stlar. Bular xeloyin. Bu ham jokermi mana ular? Ha, joker bu. Bular endi mana buni ko'ring. Voh. Bizning mashhur avatarlarimiz mana Avatarlarimiz rang olib qoldi. rang ular. olishni boshladi mana kimliksalari. Mana Avatar da baribir. avatarmi uzumlarning qiroli. Uzumlar Bu qiroli. pishgan paytda bunaqa urug'siz, bunaqa sifatli uzumni topish qiyin. Urug'siz, ayniqsa hali yosh bolalar maza qiladi-da buni. Arzon. Hamiyat uchitili. Hamid uchitili. Mana. Buni sal don dumaloqroq bo'lar ekan. Nimaroq bo'ladi, buni mazasi ham o'zgacha bo'ladi deb ko'ring buni endi. Oho. Men sizga ilinaman endi. Bugun mazaqlarimiz uzumga. Bismillah. Mazza zo'r. Mazasi zo'r. Donni qattiqligi ham yaxshi ekan. Buni yumaloq demasdan ko'paytirish kerak ekan. Nimaga desiz, hozirgi paytda bor-ku, buni mazasi hech qaysi uzumga yetolmaydi. Yo'q. Eng shirini hozir shuncha masalan uzum yeb ko'rgan bo'lsam, eng shirini mana shu bo'ldi. Hamid uchitili. Lekin bu uzum bo'lmasa yeyorasiz, qolgan ajicha nordonroq ekan deb yeyorasiz. Lekin bu shirin ekan. Qarang. Xolasa mana mehmonlarga olib qo'yilgan bular. Avgustda mana kim keladigan bo'lsa, mana shu boqqa bemalol xudo xolasa. Pasaytiringda qarang, ana shu hamma qizil boru. Ana shu anjumanda mehmonlarga, anjumanga kelganlarga. Ana shu setga kiydirib qo'yilgan. O'sha kuni hammasini ochamiz ashlarni. Hamma yeb ko'radi. Mehmonlarga saqlangan. Qolgani endi mana hozir mana qarang-da. Mana bu mehmonlarga qolgan bo'lsa, hozirdan mana degustatsiya boshlangan. Boshlangan. Mana cho'qalar, qush ham yeyapti. Qushlar ham yeyapti. O'zimiz ham. Mana qushlar maza qilgan mana. Qushlar ham bayram tabiatda. Qushlar ham bilar ekanda pishgan uzumda. Bular avatarlar. Bu video. Video. Videolar ham yaxshi. Gusar ko'ryapti-ku. Gusar. Mana gusarlarimiz. Mana gusarlar. Boshlari yaxshi bo'lar ekan buni ham gusar. To'g'risi bitta charchagan uzumlarga payvand qilingan-da, mana. Katta. Ko'rinchi buni mazasini. Bismillah. Ancha tam kirib qopti bunga ham. Ha, hozir buni mehmonga qo'yib yesa bo'laveradi. Bo'ladi, bemalol. Rubiroman. Va Hali dunyoga mashhur. dunyoga mashhur hali eng qimmat uzum rubiraman. Buni endi o'zini texnologiyasida qilinsa agar o'sha doni yo'qolib, gibrin sepilavergandan doni yo'qoladi-da buni. Ha, endi biz shunday tabiiy bizda. Lekin doni haqiqatda yirik bo'libdi sizda ham, Hoji aka. Bu o'zini holida, shunday. O'z holida bu. Pandoralar. Bular endi turgan sari pishib boraveradi, doni ham yiriklashib boraveradi endi. Eng kech pishar, ha, to'g'ri. Eng kech pishar. Pandora. Mana do'stlar. Bular haqiqatda kech pishadi. Pishgan sari doni ham yiriklashib boraveradi buni. Bu sort qanaqangi bu? Everest ham yaxshi bo'lar ekan donlar. Pishgan sari yiriklashib boradi. Haqiqatda doni yaxshi ekan buni ham. Ha, 25 grammgacha boradi. Everest ham. Boshlari ham 1,5 kilogacha bemalol boradi. Mana do'stlar. Everest.
dehqonlar bosh uzum ekan. Bunga ham mana qarayda uzumlar tanasini. Charchagan, juda bunaqa qarang. Shu uzumlarda endi bo'lyapti. Shu uzumlarda bo'lyapti. Bularda agar noldan Proberga payvand qilsangiz, yo bo'lmasa o'zini oddiy Mersga payvand qilsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi. Ana shu Everestda bu ham. Yo'q, bu Zarya ne svetaya, ali to'pida ta'mi keladi-ku. Zarya ne svetaya. Mazzali. Zarya ne svetaya. Zaryani. Bundan ham bitta Yo'q, mana bu nargi olmang, nargini oldim. Buni ham boshi yaxshigina ekan. boshi zo'r. Endi erta pishadi. To'qiyt ham salpa bilinibdimi yo'qmi? Sezilar sezilmas endi bilinyapti. Rosa pishganda bilinadi. Ye, bu nima bu? Prober olma. Voy. Hoji aka o'shanga boradi-yu bu pishgan sari. Bu qachon pishardi bu? Endi bor, bir oy bor. Dori ancha yirgilashib qolibdi bu. Bu yana qarang, uzib tashalmagan. Ha. Mevani qarang. Qanday hosil qilgan bo'lsa shunday turibdi. Ishlov berilmagan. Bu endi hali mehmonlarga yetadi. Ha. Bir osh, yarim osh uzib beramiz. Hali kelganda ham tatib ko'radi. Voy. Borgan sari kattari boryapti doni bu tarafga yurgan sari. Doni qarang mana. 1 yil oldin payvand bo'lgandi. Narigilar. Nargilardan, ha? Demak, sal vaqt o'tgan sari kattaradimi deyman? Donni qarang mana. Soqoli. Shuni aytyapman, hali katta soqqada keladi-yu, sharik. O'ta yirik. Bitta nav bor. Shuni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Qaysi nav? Ko'rsating-da, ana shu yashirib qo'yganlaringizni ko'raylik-da. Qarang, kishmishlardan o'zimizni Husaynga o'xshaydi, arra 30 da qarang. Ye, bu ari 30 mi bu? Ha, mo'g'al. Oo. Kishmishga don juda yirik. Endi bu ham mana charchagan uzumlar bu ham. Ular juda zo'r emas. Mana bunga yozib qo'ygan arra 30. 100%. Ha. Bu tam kirib qolibdi-ku, bu erta pisharmi bu? Erta pishardi bu arani. Erta pishar. Tam kirib qolibdi. Buni hozir yesa bo'ladimi buni? Yo'q, hozir ta'mi anchagina yaxshi bo'lib qolibdi. Demoqchi mana shu erta pisharlardan mana bor. Kishmish. Kech pishari bor, pandora bor, adorasi. O'rta pishar bor. O'rta pishar bor, kishmishlar. Bularda ham kishmishga lekin mana donlari kattagina-da, doni katta. Ara 30. Yaxshi nav ekan, bundan ko'paytirish kerak ekan. Ko'paytirish kerak. Kishmish navlar baribir yaxshi. Bozorga ham hamma tarafga yaxshi-da baribir. Energiyadan-da O, boshi juda katta ekan buni. doni ham, boshi ham katta. Energiyada. Qarang, o'zi boshi bunaqa katta bo'ladi. Uzunligini ko'ryapsizmi mana? Yarim metr bor. Bosh qarang mana. Mana uzoqroqni oling. Buni qarang. 2 qarichmi, 3 qarichmi bu? Shunaqa 40-45 bor ekan. Biz endi bunaqa joydan mollar kesganmiz mana. Mana bularda. Ha. Shuning uchun buni boshiga sal kaltaroq bo'lib turibdi. Kaltaroq? Ha, shunaqa. Endi bundan yeb ko'ring-da. Buni bu ham hamiyat uchtillarni qochiradigan o'zim olman. Erta pisharlardan. Bu ham shirin bo'lib qolibdi, ancha tam kiribdi. Mazasi yaxshi. Mazasi yaxshi. Hamiyat uchtillardan buni sentineri hosildorligi. Donini yirikligi, keyin chachalavonchligi ortiq ekan. Lekin ancha chachalavoch ekan. Don bir-biriga umuman xalaqit qilmaydi ekanda. Yana rubiy romanlar. Bu boshqa shekilli. Bu qaysi nav bu? Bu Anyuta. Muskatni. Ha, Anyutami bu? Anyutani ham doni yirik bo'lar ekan. Bular hali bor bularga. Anyutaga. Ha, Hasan bananas. Bananas. Mana do'stlar, bananas. Ochig'ini oling. Rangi ham shu bananga o'xshab borar ekanda. Maza ham och qoringa Bu hali pishmasa kerak. Yo'q, erta pishadi. pishib bo'ldi, bu mazasini ko'ring. Yo'q.
Bananni, ananas Ha. ta'mini beruvchi bananas. O'shanaqa ta'm bor bunda. O'zimiz uzumlarni yeb kelgandan keyin buni ta'mi dimoqqa boshqa suriladi. Bananas. Buni ham doni yaxshigina ekan. Mana shu bananas, to'g'ri? Yana Preobrazheniyani ham yeb ko'rdingiz. uni ham yeb ko'rdik. Yeb ko'rdingiz. Ikkovidan nima farqi bor? Endi taqqoslashimiz kerakda biz yangi bog' qiluvchilar adashmaslik kerak. Menimcha preobrazheniyadan ko'ra bananas ma'qulmi demanda menga. Buni qattiqligi Qattiqligi ham yaxshi. Bu Husayni bor-ku, bu preobrazheniya o'zimiz Husayn bor. Ana shunaqangi yumshoqroq ekanda preobrazheniya. Bunaqa uzum yo'q. karsillanmaydi-yu, lekin yumshoqroq ekan. Uzumlarda bir-birini yomonlashmas. Biz taqqoslab, hali nima deydi, odamlarga bir ma'lumot. Ma'lumot o'rinda. Bu qaysi sort bu? Bu Artek. Artek. Buni ham boshi yomon bo'lsa ham juda katta ekan Artekga. Hozir mana shu holatda uzilish kerak bular. Qarang. Bosh qarang katta. Zo'r. Uziladigan holatda. Bu nodonni qarang yirikligi. Doni yirik ekan. Mana uje biz hali 100 qotadan o'tib ketibdi bu. Demak buni yaxshi qarasa bu uzumni kelajagi bor. Artek deysiz buni. Artek mana. Juda doni yirik. Bundan ham bir dona yeb ko'ring tamam. Doni yirik bo'lar ekan. Endi ko'p yevorsiz qoningiz og'rib qolmasin deb mazasini bilib tashlab yuborsiz ham. Buni qarang do'stlar mana. Buni ham doni o'ta yirik bo'lar ekan Artekda ham. Boshi ham. Boshi ham juda katta. Mana shu boshingiz bor-ku, ancha 1 kilo 800 chiqadimi? Ha, 2 kilo, 2,5 kilogacha boradi. Bu mana boshlar mana 2,5 kiloga boradi. Bu qarang. Mana bu qarang, mana meni chiqanog'imni ko'ring, chiqanog'imni. Mana. Ye. Bu bitta boshmi bu? Bitta bosh mana. Meni Buni qo'lim qaranglar. kichkina emas, uzun meni qo'lim. Buni qarang. Bu hisoblaganingizda mana 50 santimetr. 2 kilodan oshiq-ku bu. Ha, mana bunisi ham mana qarang. Donlar yiriligini. Artek dedingizmi buni? Artek erta pishadi. Juda zo'r uzum ekan. Juda ham zo'r. Mana chicha boshini tagidan kesganmizda, qarang. Kesmasa mana shu kesilmagan holat mana. Ha. Bu juda qattiq, juda katta bo'lar ekan bu. Yarim metr. Lekin hoji aka buni doni ham hazil aka donmas ekanda. Siz mazasini tatmadingiz. Yo'q, yedim-ku. Qalay ekan. Zo'r. Hozir bozorga olib chiqadigan bo'ldi. Yo'q, bozorga olib chiqsangiz bemalol bo'lar ekan. Buni nimaga biz video qilyapmiz? Qarang, bu maqtanish emas. Qarang-da. Bu bizni Husayni Damskilar pishguncha bular bizni bozorlarimizni to'ldiradi, dasturxonlar to'ldiradi. Shunday. Hali yangilik bular. Yangilik. Oq uzum. Malchik spalchik bilan bu ikkovi hozir o'sha nimada hali Trendda. ha, Husayni bilan Damskiyda jichali pishguncha nima qilib turadi, dasturxon to'ldiradi. Bemalol o'rnini bosadi. Ha, O'rnini bosadi bemalol. Lekin Husayndan Damskidan doni juda katta. ha, endi bu Gap so'z yo'q. Qiziquvchilar do'stlar, mana kuzga bulardan hammasidan ko'chatlar desangiz ko'chatlar bor, qalamchalar desangiz qalamchalar bor. Hoji akamizning nomerini qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa mana kuzga hammasidan ko'chatlari ham, qalamchalari ham bo'ladi. Mana. Qarang do'stlar, eng hali bunga Yusuf akaga teng keladigan raqobatdoshini topolmaydi dedik. Mana nihoyat topildi. hozir shu qarang. Artek shunaqa yirik ekan. Bozorga olib chiqsangiz, misol, xolaga mana oq uzum ola, xolaga qizil uzum ola. Yirikligini qarang. Yirikligi gap so'z yo'q. Endi bu yana ham biz mana tagiga qaramabdi deb o'ylashlari mumkin. Bu yerda haydatib qaraydigan bo'lsak, tomirni uzib qo'yyapmiz. Hozir shog'olni ustida bo'yapmiz uzumlar. Shunday. Tagi shog'ol buni. Ha, bir qarishdan keyin shog'ol. Lekin mana shu o'tlar o'zib qolgani ham yaxshi. O'ziga o'zi o'qitib bo'ladi-da. Bu nima quyoshdan energiya yer ishlayapti-ku baribir. Bu yerda Buni tagini kovlab, deb tomiriga zarar yetkazgandan ko'ra oziqa berilyapti. basantimiz hozir pishib yetilgan. Basanti. Ha, endi buni ko'ring mazasini, ichi ham oppoq pishdi. Bu basanti. Hozirgi paytda o'zini nimasi bor. Dona yirigi qattiq ekan buni. Doni qattiq, mazasi yaxshi mana.
chiroyli mana shunaqa bo'ladida nimasi mana bu ham basanti mana. Narga Judayam. doni yirik ekan basantini. Judayam serhosil qarang. Qattiqligiga men besh ketaman. Hozir pishdi bu ham. Pishib qolibdi, ta'mi yaxshi. Mana do'stlar. Buyog'i rizomat menimcha. Ashir rizomat otamiz. Ular rizomatlar. Rizomatlarimiz ham nima qizarishni boshlab qoldi mana. Rizomatlar ham mana o'tdi. Rang olishni boshlab qolibdi. Xohlasa bular ham bir Rang olib haftada qolibdi. o'g'ib qoladi. Bu Poltavskiy manikyur. Poltavskiy manikyur. Poltavskiy manikyur. Boshlari sal maydaroq bo'lib qolibdi buni. Erta pishar, bu ham yaxshi. Yana qaysi tortimiz bor bu yoqda? Bundan da dahshati bor. Beleledi ya. Malika degani. Beleledi. Ana oqlardan bu ham bor bitta. Zo'r bu ham qolishmas ekan, donni qarang. 4 santimetr oshig'i hozir buni. Shunaqa yirikligi ham Yirikligi ham o'tda yirik. Beleledi. Bu qaysi bir vaqtda pishar? O'rta pisharmi bu? Hoji aka? Mana shu bir haftada bo'lib qoladi bu ham. Beleledi. Endi nimada Sharifjon bitta narsa bor, To'kajon qarang. Biz birinchi o'rinda uzumlarga addenni pastki uzumlarimizga qaraganimiz yo'q. Mana belelediğini ko'ring. Mana taqqoslaymiz mana. Ko'ring. Mana Artek. Beleledi, Artek, Yusufota. Uchalasi. Doni o'ta yirik. Bu endi Uchalasi. oldimmi? Setkalangan bellar yirik ekan, endi uni ochib o'tirmadik. Yirik. Beleledi ham yirik doni ekan. Malchik spalchik. Bu malchik spalchik. Lekin malchik spalchik ham juda doni yaxshi, qattiqligi ham yaxshi, qarsillashi ham yaxshi. Bu kech pisharimizmi deyman? Bu shelkunchik. Shelkunchik. Hali pishmaydi bu ancha. Oxirida odamlar xursand qiladi. Uzum qolmadi. Uzum qolmadi deganda. Buni ham ognenni deganman mana. Ognenni. Ancha bo'ldi pishganiga, Sharifjon. Buni ham bir mazasini tegizlasak. Bular hammasi ognenni ekan mana. Erta pishadi. Erta pishadi. Keling. Nima? Endi ba'zi Do'stlar, mana mehmonlar ham tashrif buyurishni boshlab qoldi aka mana. kelavering yo'qmasa. Assalomu alaykum. Keling, Hojiboy, kelavering. Keling. Aka mana aylanib yurgan ekan bog'ning ichida, qarang, yo'lning ustida. Bog'larni ko'rib havas qilib, pokizaligini ko'rib to'xtab qoldim. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Dorivor giyohlarni oqtarib, yurib turib, qiziqib tushib qoldim, bir qaraychi edi. Dorivor giyohlar qidirib tushdingiz. Men mana bu ham dorivor giyoh bu sariq kasalga nimaga? Sahrga, guli yurakka dori. Do'stlar, mana sizlarga yana bitta yangilik kelib qoldi mana. Mana. Tabib. Sachratqa deyiladi. Ismingiz nima? Hojiboy, biz internetga ketadi bu nima? Ismim Hakimjon. 70 ga kirdim. Mana shunaqa narsalarga qiziqib terib yuraman. Bunisi momaqaymoq. Mana bu momaqaymoq, oshqozon, ichak, gulida asal tayyorlansa bo'ladi. Xo'p, momaqaymoq bu ham zo'r. O'zbeklar jag'jag deydi. Bu hojiboyimiz tabiblar aka, tabib aka. Bu ham dori bor, ot quloq, o'rtasiga zubturum, ot quloq, eshak quloq, xo'p. Hojiboy, shuni nimaga? Podorojniy deydi. O'rslarda parador. Nimaga foydasi bor bularning? Bu hazm, asosan hazm. Hazm. Keyin ichki yaralar bitiradi. Ichkarida u hazmga bitirgandan keyin oshqozonchilar yallig'lanish bor-ku. Uzoq bitta narsaga dori basta, ko'p narsaga dori. Xo'p. Hop, ichki yaralar bitirgan degani даже rakni ham oldini oladi. Rakni oldini oladi. Juda kuchli narsa bu. Momaqaymoq ham o'shandan. Endi nima bor ekan? Giyohlar tepalar yuribmiz ekan-ku. Biz o'zimiz bilmagan holda mana tagi oyog'imiz tagi to'la giyoh ekan, mana qarang, do'stlar. Mana eski jag'jag deydi, momaqaymoqda edi. Bu oldin bilasizmi, kampirlar somsa qilib berishardi. Ularni biz aqlli bo'lgan ular. To'g'ri. Otlarni bilishmasa ham, lekin foydali narsa ekan. Bu zo'r ish qilibsiz. Ham bo'g'iz chiroyli ekan. Buni nimalar ham
o't o'sishi birinchi salqin ushlaydi. Da shu issiq nimani uzumni donini yiriklashga foydasi bor. Yaxshi. Dek ko'rib to'xtab qoldim. Hozir va'daga ketyapman, to'g'risi. Va'dani olib kelaman o'zi asosan. Sizgasi 100% mana shu giyohlar sizniki. Qachon bo'lsa kirib terib ketaverasiz. Bu Qizil miya bor, erman bor. Naryoqlarda juda ko'p. O'sha 3 gektar bo'lsa hamma giyoh sizga. hozir men buni nima oqtaryapman deb. Yer barobar qulpinaga o'xshab o'sadi, balki tumaroq bo'ladi. Ko'proq suv joylarda bo'ladi. Ayollik kasallariga dori, o'sha nazokat nima qilishdi. Andijonda zavod deydi. Bedani balki yirikroqiga ham o'xshab ketadi. Ha, bo'lib bas. Bedan balki yidiriga o'xshaydi xoni, u boshqa narsa. Endi bu o'tib turadi. Endi siz kimga qaraysiz-da? Videoga qarayman-da. Mana o'xtargan narsani mana shu topdik mana. Bu ayollik kasallarga mana. Qulpinaga o'xshab o'sadi. Hop, urug'idan, tomiridan ko'payadi. Buni mevasi ham bo'ladi buni. Mevasi bo'ladi. Dumaloq bo'ladi. Dumaloq mevasi. O'sha hozir bu yulib bo'lmaydi. O'sha mevasi pishganda u rosa kuchayadi. Ha, mevasi pishganda yulinadi. Moma qo'ymoq rosa hozir pishibdi ama. Moma qo'ymoq ham zo'r narsa. Bo'ldi, hozir bu aytdim-ku, kam ko'rinib qoladi bizda. Ha, o'sha. Men ko'zim o'tib ketdi, oqtaryapman-da, oqtaraverib zo'r bo'lib ketdi. Nimasidan ko'payadi bu. Oqtavering bemalol bakadan nimasi. Ha. Temir tikanga nima deysiz? Temir tikan ham qanday foydalari? Ha, u buyrak toshlarga, organizm tozalaganiga temir tikan. U juda qiyin taqoma uni. Uni temir tikanni g'o'zapoyanni kulganlarga ichiladi, uni bilgan odam qilib berish kerak. Uni bilib bilmasa foydalab bo'lmaydi. Eshitdim mani. Damlab ichadi dedi. Ha, damlab ichadi. Xo'p, tegma-teg kul bilan ichiladi. Faqat meditsina nimasi tekshiruvda qilish kerak. Yo bir yaxshiroq tabib uni bilib bilmasa nima qilib bo'lmaydi. Hech narsa. Hammasini ham. Hammasi normasi bor, me'yori bor. Hop, me'yori bor, normasi bor, vaqtida foydalanishi bor. Mana shu giyohlarni ham Mama qaymoqda 7 taman teriladi. Soat 8 ga terish kerak. Ha, ertalab. Hali uxlab oladi, mana uxlab oladi hozir. Mana shuni terib qo'yasiz, mana shunday o'zini nami bilan hayoti bilan gullaydi. Qop nimada turib, omborxonada turib gullaydi. Oppoq bo'lish ham bo'ladi. Men mama qaymoq aniqladi, o'zida nima bor ekan? Ha, yaxshi. Tanijonlar sog' olsin, umrlaringiz qilanga baraka bersin. Alloh. Mana buni qaytarib teramiz. Bu kun ismasdan bir ketavermi? Vadilgacha boraman. O'zi asosan vadildan teraman. Vadil endi tozaroqda bizda oltarda sal chemikat ko'proq ishlatamiz. Vadilda chemikat kamroq ishlaydi. Vadilga borib turib, jirsiz Qirg'izistonga yuradi, Qirg'izistonga yurmasdan turib beri tomonga hal yo'li etagiga borsangiz, tinch joylar bor. Salqin joylar bor. Pokiza momaqaymoqdan o'sha terib kelganman biz. Yovoy malina, keyin karapiva deydi, chayanot, u ham dori. Somsa qilib ham uzradi. Hozir mana shu polnik yo'q. Polnik ham yo'q dori. Faqat bilib, normada vaqtida ishlatish kerak. Mana shu hammasi giyoh mana. Hamma giyoh, bu yerda buni degan narsa yo'q. Ana ajro tomiri ham juda kuchli narsa. Tomiri kuchli. Hop, nima? Yana nima bu? Sachrat bor. Sachrat aytdim, sachrat va yurakga, mana rosa vaqtda ot yerida qolib qo'yib. Sizda sal kechroq daraxt edi-da. Bu sahrga dori. Sahrda buni pasdan churta sekin umuman dori ichmaydi. Birdaniga basi sekin. Mana u yerda nimaga dori hozir bu? Nima ekan? Ha, ha, bu nimaga? Atroflarga issiq olganga. Choy qo'ychilar, choyda ichilaveradi. Bu nimasi ham, ta'mi ham choydaqa bo'ladi. Uncha achchiq bo'lmaydi. O'zimiz ham quritib qo'ysak bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ozgina, oz miqdorda. Siz asosan yantaq choy iching. Yantaq, xo'p, nima tomiri 40-30 metr yuradi-yu. U so'rib oluvchi-da. Elildi. Nimasi qolgan ham turgandan keyin o'zi xossasi qoladi o'zida. So'rib oluvchi. Hozir yantaqdan gap ochilib qoldi. So'rib oluvchi. U chuqurdan suvni oladi. O'sha xosiyati qurigandan keyin qoladi. Yantaq choyda ichib yursangiz, atroflarni oshqozon, ichak, buni ichki tari bor-u, diareyani tuzalmaydi xonni ham tuzatadi. Yantoq. Endi ot quladi gulini ichida qizil guli bor qurigandan keyin 2 bata choy ichib ichga tarib tuzatadi.
O'zbekda ko'rib yapman, chim chiqdilar. Virusga. Hmm. Virusga o odamlar, bolalarim kasal bo'ldi, nima ham kasal bo'ldi. Gripp bo'ldim ilgari kun. Mana men hozir daniverim grippman mana. Ha, hozir chim chiqdilar. Hop, bo'yi bir qach bo'ladi, yo o'sha qulpuriga o'xshadi. Ashuni damlab, kechqurun termizga damlab qo'yib, erta ichasiz, ertaga turib ot deb bo'ladi. Mana kerakli ma'lumotlar, eng tilloga teng ma'lumotlar. Ashiga 2 dona limon bak qo'shasiz. Endi bir chimdim yalpiz ham qo'shasiz. Yalpiz ham Yalpiz ham sehrli qo'shilishi kerak. Ha, yalpiz sehrli narsa yalpiz. O yalpiz zo'r, yalpiz 2 dona limon bak olsa yana ham yaxshi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ammo sizlarni ishdan qoldirdim. Yo, maza qildim. Mana yangi ma'lumotlar ko'pchilikka ko'p kerakli ma'lumotlarni berdingiz. Rahmat sizga. Osa bo'laveradi hamma narsa. Rahmat, Alloh razı Mayli, olsun. do'stim. Men qayerda 100 bola sotda? Bir boshi mana shunda mana. Bananasi ham bosh juda katta bo'lar ekanda. Ayrib olib, ikkita boshga o'xshab chiqar ekan mana. Bandi bitta mana. Ikki boshga o'xshaydi lekin. Bandi o'zi bitta. Necha chiqib tur mana ikkiga ayrilgan. Ikkiga ayrilar ekan. Yiriligini qarang. Zo'r ekan bu. Bananasi ham yaxshi ekan. Mana ko'pchilikka kerakli yaxshi ma'lumotlar. O'zimga qiziquvchilar qaysi sortlarda ekmoqchi bo'lsangiz, mana sizga taqqoslash. Ko'pchilik hoji aka mana shu preobrazheniyani hozir mana shu YouTube kanallarida ko'plab maqtayapti. Hamma ko'pchilik shu preobrazheniyaga qiziqish ortib boryapti-da. Endi to'g'ri ma'lumotni berish kerak-da odamlarga. Preobrazheniya bu Husaynga o'xshagan, qattiqlik Husaynga o'xshagan. Lekin unaqangi juda nima uzun emas lekin. Maqtaydigan uzun emas lekin. Erta pishishini hisobiga uni ham bozori bor-da. O'zini hamma narsani to'g'ri aytasiz. Uni ham bozori bor. Bu biz endi nima dedi? Hamma zo'r narsani bitta joyda pishirmasdan o'zining bozori bor. Ishqozlari bor. Ishqozlari bor. Endi biz hali bunlar taqqosga beryapmiz.